ichki ishlar vazirligi Va bittasi jo'natgan ekan menga, qozoqlar TikTok'imdan jo'natgan ekan. O'zbekiston Respublikasi tomonidan Keyin o'shandan keyin menga davlat ishlar Rossiya Federatsiyasiga ishga jo'natuvdi. kommentariyada yozishadi. O'zbeklar ni pri chom. Hammamizni pasportlarimizni olib qo'yib, Ana, pasportlarimizni Rossiya nima qilyapti sizlar bilan? Ugroza qo'yapti Rossiya territoriyasida. Hozir O'zbekistondan jo'natgan mutasaddilarga telefon qilsak, Men yesi o'zbeklar uchun kuyikmasamidi? Sen tanimayman deb Kuyikmasamidi? Menga mana shu narsa naxuga kerak emas edi. O'shanga kommentariya yozganda o'ylanibroq yozinglar. Qolganlar boshqa joyga jo'natdi. Sen tatar, tuda-suda, bilet naxuy. Men ham o'zbek qonim bor. Hozir ugroza qo'yib turibdi. Iltimos, Men ming marta aytdim. Kelinglar dedim, o'zbeklar. Rossiyaga bormanglar. O'ta qo'yaylik. O'rislar bankrot bo'lsin naxuy. Bizga aloqaga chiqishlaringizni so'raymiz. Bizga yengil bo'ladi sindirish uchun ularni. Bizlarni pasportimizni beramiz deb